O'zi nima qilyapti? Eshirsan, Saryasan. Eshirsanni kuylashi juda ham go'zal. Saryasan bo'lsa o'sha kuyga hamohang bo'lsa juda ham ajoyib bo'lardi. Bunga chidamayman. Balki pastga tusharman, balki pastga tushib olib ularga qo'shilarman. Qanaqasiga menga osmonda turgan bo'libdi? Otvosan. Kalla ishlaydimi o'zi? İnson! İmkansız, bu yoqda odam nima qilib yuribdi? O'rningni bil inson. Men farishta Jiril bo'laman. Jannatdagi 64 ta ilohning xizmatkori. Muqaddas elchi bo'laman. Birdaniga o'zgarib qoldimi? Siz ikki odamlar bu yerga qanaqa qilib kelib qoldinglar? Axir bu yer insonlar dunyosidan butkul ajralgan-ku. Yemoqchi bo'lsanglar ham dunyolar devori to'sib qo'ygan bo'lardi. Buni bilmayman. Qani tezroq menga ilohiy sehr o'rgatchi. Senga nima bo'lgan bolakay? Yoki meni go'zal yuzim seni qotib qolgan aqlingni battar qotirib qo'ydimi? Bola, sen oyog'im o'pishga ham ruxsat beraman. Siz cho'ksen marhamat. Yaxshisi bizga to'g'risini ayt, ahmoq farishta. Unaqa bo'lsa seni farishta bo'lib turib, qizlarga qanaqa xayol bilan qarashingni aytib beraman. G'irt uchiga chiqqan pedofilsan. Voy ahmoq, kim ham senga ishonadi? O'zi bir pashshaday bo'q bo'lsin. To'g'riman, ilohiy sehrni odamlarga berganman, ammo faqatgina munosib deb bilganlarimga bu yo'ldan daf bo'linglar va gunohinglarni kechiraman. Ketaveringlar dedim. Qaytib takrorlamayman, a? Qani bir ko'raylikchi. Cool. Boshqa qaytarmayman deb aytdim-ku.